Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi jonli YouTube ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Muloqotimizni boshlashdan oldin o'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Men Oripov Dilshod Yuldashevich, onkolog, umumiy onkolog shifokoriman. Injek Medical klinikasida faoliyat yurityapman. Demak, bugungi jonli muloqotimiz tugunli buqoq kasalligi xavfli o'sma kasallikka aylanishi mumkinmi degan savollarga ozgina oydinlik kiritamiz. Hurmatli obunachilar, agar siz bizlarni birinchi marta kanalimizni kuzatib turgan bo'lsangiz, bizning kanalimizda hujayra darajasida davolash, tugunli buqoqni o'zi nima, qanaqa kelib chiqadi kabi foydali videolarni topishingiz mumkin. Furqat aka, birinchi savolimiz tugunli buqoq, ya'ni tugun qanday paydo bo'ladi? Hurmatli tinglovchilar, biz avvalgi video chiqishlarimizda ham aytgan edik. Tugunli buqoq o'sha birinchi kelib chiqishiga sabab bu yallig'lanish prosesslari, demak, vaspalitin proseslar bo'ladi. Shuni orqasida yallig'lanish orqasida o'sha hujayralarda o'zgarish ketadi-da, shitovidniy железаны hujayralarda. Ana o'shalar spособствовать qilishi mumkin o'sha tugunni paydo bo'lishiga. Bu birinchi nimaydi priznaklaridan bo'lsa, prичиналарdan. Keyingi prичиналari o'sha obmen prosesslarini joyida buzilishi, biokimik jarayonlarning buzilishi, autoimmun proseslarni intensiv ketishi, psixologik faktorlar bo'lishi mumkin. Eng katta nimasi bizda ko'proq распространяться qilingan bu yod yetishmovchiligida orqasida endemический zob deydi. O'sha yod yetishmovchiligi, определенный minerallarni, определенный aminokislotalarni yetishmovchiligi ham o'sha buqoqni o'sha o'z yilini paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bir nechta faktorlar bir nechta qo'shilish hisobidan. Biz hozir nimani ham aytib o'tirganim yo'q. Bu yerda o'sha vaspalitinni keltirib chiqaradigan agar faktorlarni o'zini ko'rib chiqsak, bu mexanik faktorlar bo'lishi mumkin, fizik faktorlar bo'lishi mumkin. Xuddi shunday virus, biologik faktorlar bo'lishi mumkin. Xuddi shunday nima edi, o'sha gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yana aytganimdek, psixologik faktorlar ham shu tugunli buqoqqa olib kelishi mumkin. Keyingi savol, biz endi men onkolog sifatida ko'proq bizda onkologik nastorojность bor. Biopsiya tavsiya qilamiz tugunli buqoqni. UZIda ko'rganimizda terasis bo'yicha kategoriya bu, BTST bo'yicha o'sha protokollarda 3-4-darajada biz TAP deymiz, ya'ni transigolniy aspiratsion biopsiya nimada shpritsda pod UZI kontrol qilinadi. O'shanda ko'ramiz. Bu qay darajada, qaysi etaplarda kerak? Ba'zan siz bilan muloqotda aytdingiz, что buni o'zi ham mexanik ta'sirlaydi va har doim ham o'sha aynan atipik hujayralarni ola olmasligi mumkin. Shuning uchun qaysi holatlarda biz buni tavsiya qilamiz? Kerakmi? Endi bitta narsaga shu aniqlikni kiritmoqchiman. To'g'ri, instrumentariyda o'sha ignani razmeriga ham ko'p narsa bog'liq. Chunki onkologiya bo'lganda ham, agar onkologik prosesda ketsa ham, o'sha onkologik prosesda bitta hujayradan boshlanadi. Bu degani nima edi, ignangiz o'sha bitta hujayrani tortib ko'rsatib bera olmasligi ham mumkin. Shuning uchun bizda nima situatsiyalar ko'pincha nima qilishadi, o'sha 1 santimetrdan katta bo'lgan tugunlarga ko'pincha o'sha nima edi, shprits orqali u yerdan material punktlarni tortib olib, o'shani nima edi, mikroskopik nimada tekshiruvga o'tkazib, shuni orqasidan u yerda transformatsiya hujayra bo'lganmi, bo'lmaganmi, shu narsalarni kuzatishadi. Shuning uchun bu yerda endi hozir qaysi holatda olish kerak, qaysi holatda olmaslik kerak degan savolga yana bir marta aytyapman, faqatgina punktlarni olib turib biz ko'rib bera olmaymiz. Chunki punktlarni olgan bilan o'sha punktlardagi material o'sha olingan instrumentni nimasiga tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz nimani ko'pincha bizda bilasiz, onkologiyani aytishadi, birinchi, ikkinchi stepenni o'tkazib yuboribsan, mana endi uchinchi stepen, endi tam lecheniyani boshlabsan. No, давайте buni ochiq oydin ta'kidlashimiz kerak. Birinchi stepen boshlanib kelib, bir nechta hujayrada o'sha transformatsiya bo'lgan holda hali bunaqa texnologiya yo'q. Bunaqa texnologiya ko'rib turib, что o'sha hujayrada o'sha tam onkologik proseslar boshlanibdi degan nima yo'q. Shuning uchun ko'pincha nima bo'ladi? Определенный razmeri kattargandan keyin o'sha punktlar olinadi. Bu уже ясно. И shuni orqasidan ko'rib aytishadi. Yana bir marta ta'kidlayman, biz точно ayta olmaymiz nima edi,
qaysi vaqtda именно punktda biopsiya qilinishi kerak. Ko'pincha holatda o'sha uzil ko'tarib ketgandan keyin o'shanda punktda olish ilojisi bo'lsagina o'shanda olishadi shuni orqasidan nima edi o'sha yerda transformatsion protsesslar ketibdimi yo'qmi o'shanga aniqlik kiritiladi. Mani o'zimga ham bir ikkita o'sha biopsiya bilan ko'rganimizda sitologiyada displaziya holatlarida ko'radi. Endi displaziyani qisqacha yoritib bersangiz, ya'ni giperxrom hujayralar, bo'yalgan hujayralar va displaziyani ham darajalari bor. O'shanda shunaqa holatlarda bizni metodika hujayra darajasida davolashda biz qanaqa yordam beramiz? Chunki displaziya ham har doim ham atipik hujayraga aylanmaydi. To'g'ri. Shuni bir qisqacha yoritib bersangiz. Bu uchun ozgina nima edi yorug'lik kiritmoqchiman. Endi qarang, agarda o'sha buqoq shitovidniy железamiz normada hujayrasi mana shunaqa rangda, mana shunaqa ko'rinishda bo'lsa, nima edi, уже agar onkologический yoki juda bir yomon nimaga aylanib ketgan holatida уже mana bunga aylanadi. Qarangda, bu lekin shularning o'rtasida pромежуточный nimasi bo'ladi. Mana bunaqa agar o'rtadagi hujayraga aylangan bo'lsa, mana bu уже displaziya kiradi. Bu nima degani? Displaziya degani na juda bir chuqurlashib yomon hujayraga aylangan yoki bo'lmasa sog'lom emas. Shu pромежуточный bo'lgan nimalar holatlari displaziyaga deb ko'pincha ko'riladi. Shuning uchun bu nima protsessda nima edi? Mana bu yana sog'lom hujayraga aylantirish texnologiyasi tezroq kechadi. Da bizni metodikamiz даже o'sha transformatsiyaga uchragan bo'lsa ham nimada yordam ko'rsatib oladi. No, bu yerda shu narsani anglashingiz kerakki, bu jarayon juda ham ko'p vaqtni egallaydi. Inogda o'sha ketadigan onkologik protsesslar jarayoni shunchalik tezlashadiki, что hujayralar atipik hujayralar formasi ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun uni lecheniya qilishga ulgurmay qolamiz. Mana endi organizmda kerakli antitela, kerakli immunoglobulinlarni hosil qilli deb endi shu tipdagi hujayralarga tayyor bo'lgan antitela ularni bilan kurashib, ularni yana sog'lomlashtirishga tushgan vaqtda hujayralar tez transformatsiyaga uchragani uchun o'sha atipik hujayralar obmen prosessi chunki normal hujayralardan ko'ra 20 marta tezroq ketadi. Shuning uchun inogda immun tizim bunga ulgurmaydi va proses juda ham jadal ketishi mumkin. Shunaqa situatsiyalarda biz отрицать qilmaymiz. Kerak bo'lsa o'sha jarrohlik yo'lini ham qilish kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa o'sha ximiya yoki bo'lsa lучевой terapiyani ham qo'llash kerak bo'ladi. No, shunda ham biz juda ham kam miqdorda bularni ishlatish tarafdorimiz. Chunki o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, bu ximiya preparatlari yoki lучевой terapiyani sog'lom hujayralarga ham побочный действияsi bor va u yerda ketadigan jarayonlarni ish faoliyatini buzishi nimasi protsenti juda ham katta bo'ladi. Tushunarli. Demak, displaziyani davolasak, ya'ni sog'lom hujayraga ham aylantirsa bo'ladi. Xuddi shunday. Displaziya bu degani doim tiroid ektomiya, gemitiroid ektomiyaga ko'rsatma emas. Davolasak, o'z holatiga keltirsak, o'sha dinamikada повтор o'zi qilsak, o'sha kerak bo'lsa o'sha biopsiyada ham sog'lom hujayralar chiqadi. Xuddi shunaqa. Chunki bizning metodikamiz shunga qaratilgan, nimaga qaratilgan? Biz axir hujayra, men hamma vaqt aytaman, o'sha hujayra qayerda tam определенный tam nimayda условияda yoki tam bir muhitda yashaydi. Agar shu muhitni tozalasak, shu muhit tozalansa, demak bu muhitdagi o'sha moddalar hujayra ichiga kirib buni sog'lomlashtirishiga ham способствовать qiladi. Hujayrani, конечно, displaziya holatini, даже o'sha birinchi stepen agar hisoblanadigan bo'lsa, qanaqadir onkologik yoki juda chuqurlashmagan, juda intensiv ketmaydigan nimalarni ham bemalol nima edi, norma holatigacha aylantirib berishi mumkin. Shuning uchun muhit, biz hamma vaqt aytamiz, o'sha muhit juda ham
katta rol o'ynaydi. Nima uchun biz o'z klinikamizda o'sha kam dorilar ishlatamiz? Chunki ko'p dori ishlatgan sari muhit yana buzilaveradi shuni orqasidan hujayra tiklanishi, yana uni sog'lom bo'lishiga условия nimayda orqaga surilaveradi rezultat ham shunga yarasha cho'zilib ketaveradi. Qo'shimcha qilib aytmoqchiman, onkologik holatlar qachon, ya'ni xavfli o'sma deb biz qachon aytamiz? O'sha sitologik tekshiruvda yoki gistologik tekshiruvda biz atipik hujayralarni ko'rsak, biz onkologik xavfli o'sma kasalligi bor deb tashxis qo'yamiz, ya'ni rak deydi xalq tilida. Bunda o'sha displaziya, surunkali yallig'lanishlar, surunkali o'sha mexanik ta'sir, boshqa ta'sirlar natijasida davolanmasa, bu atipik hujayralarga o'tib ketishi mumkin. Bunda nima bo'ladi? Normal, ya'ni differensirovka kletkalar zreli, ya'ni yetuk hujayralarga aylanmasdan ma'lum bir etapda уже qolib ketadi. Buni o'sha atipik hujayra deb biz sitologiyada ko'ramiz. Boshlanish etaplarida displaziya, bundan keyin oxirgi stadiyalarda rak in situ deydi. Rak in situ ham hali hujayraning bazal membranasidan o'zgarishlar bo'lmagan bo'ladi. Bazal hujayralarga o'sib kirib, atipik hujayralarga giperxrom yadrolar aniqlansa, biz atipik, ya'ni rak hujayralari deb tashxis qo'yamiz. Ko'pchilik bemorlarimiz xavotir bilan kelishadi. Menda tugun bor, o'sha tiras bo'yicha, BTS bo'yicha 3-daraja, 4-chi, 5-darajada. Demak, menga rakka aylanadimi degan savollar bilan kelishadi. Meni javobim hamma vaqt ham aylanmaydi. Boya Furqat aka aytganlaridek, bu davolansa, o'sha o'zimiz metodika bo'yicha va qo'shimcha traditsion davolash muolajalarini olsa, buni o'sha displaziyani yana sog'lom to'qimaga aylantirsa bo'ladi. Faqat bu bir necha oylar davomida davolash kerak. Xo'p, agar davolanmasa-chi, bu atipik hujayralarga aylanish ehtimoli bor. Shu o'rinda o'sha ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Bu bilan rakka aylanadimi, aylanmaydimi? Biz boshida ham aytgandik, hozir ham yana bir marta ovqat yeydigan ovqat insonda dunyo qarashi. Mana bu yerda mumkin lecheniya oladida inson, lekin uyga ketgandan keyin yana eskicha ahvolda fikrlash, eskicha nimayda o'zini tutish, o'sha nimayda ovqatlanish tizimini hech nimani o'zgartirmasa, bu yerda qilingan hamma sayl harakatlar yana hujayralar bo'shliqni, demak, ifloslanishiga olib keladi. Bu esa yana hujayra o'ziga shu toksinlarni tortib turib, protoplazmasini ifloslantiradi. Bu yerdagi hamma toksin va o'sha agentlar yadroga borib turib, yadroda o'sha xaosni vызывать qilib, genetik, значит, o'zgarishlarga, demak, o'sha onkologik zlokачественный hujayralargacha olib keladi. Shuning uchun mana shu o'rinda o'zi aytganday, inson bu tomonda mana lecheniya qilingandan keyin обязательно bu yerda aytilgan rekomendatsiya bo'yicha o'sha o'z hayotini, yeb ichishini va o'sha dunyo qarashini o'zgartirish bu yerda juda ham muhim bir yo'nalish bo'ladi. Furqat aka, keyingi savol tugunli buqoq bilan keldi. 3-chi, 4-chi yoki 5-darajada bemorlar murojaat qilib kelsa, biz bizni davolash metodikamiz haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Avvalgi videoroliklarimizda ham bu to'g'risida gapirgandik. Yana bir marta qaytarib o'taman. Bu yerda qanday protsess ketadi? Biz birinchidan juda kichkina dozada dori darmonlarni ishlatamiz. Ikkinchidan o'sha boya aytganday hujayralar bo'shliqda biz tozalashga способствует. Chunki ana o'sha tozalangandan keyin hujayra ichiga kirib qolgan protoplazmasi ifloslanganda uni ichidagi organellalari funksiyasi nima buziladi? O'sha ham toksin ishlaklari yig'ilib qolgan. Mana shularning hammasi hujayra ichidan tashqariga chiqib ketish uchun imkoniyat yaratiladi. Bu hamma toksinlar chiqib ketgandan keyin bu nimaga olib keladi? O'sha hujayra ichidagi organellar o'z funksiyasini tiklaydi. Shu bilan protoplazma tozalanadi. Bu esa yadro elementlarini, demak, genetik tozalashga olib keladi va shuni orqasidan tugunli bo'qoq sekin-sekin nimayda surilib o'zini spetsifik normal hujayrasiga aylanadi. Da bu hozir ikki og'iz bilan gapirilgan nima bilan bu hammasi to'liq bo'lmaydi, chunki bu yerda
o'sha boya aytgandek 14 ta sistemani ham ishga tushiramiz. Immun sistemasi ham bu yerda juda ham katta rol o'ynaydi, chunki immunologik pamять degan hujayralarimiz bor, o'sha molekulalari u agarda mana hujayra o'sha organda lishniy образование o'sha tugun bo'lgan bo'lsa, u yerda informatsiyasida mana shu tugunli hosila yo'q u yerda. Shuning uchun u immunitet nima qiladi? O'sha tugunni yo'q qilish uchun ichki fermentativ sistemani aktivlashtiradi va o'shani eritib yuborib tanadan butunlay chiqarib yuboradi. Qarang, operatsiyalarsiz. Bu yana bu yerdagi ustunligi shu aytganlaridek birlamchi o'sha agentlar shu kasallikni keltirib chiqargan agent bilan ishlanadi. O'sha tashqariga organizmdan chiqib ketmaguncha bu proses ketma-ket mana qandaydir operatsiya qilingandan keyin yoki o'sha luchevой terapiya yoki lazer bilan udaliz qilingandan keyin lekin agent qolaversa, bu yana shu shitavidniy железani yallig'lanish prosesiga olib keladi va qachondir yana tugunga aylanishiga nimayda spособствовать qilishi mumkin. Shuning uchun bu yerda kompleksni ishlanadi, uni kechishiga sabab yana bitta yaxshi tomoni o'sha yo'lni ochib berganimizda, o'sha yo'l orqali kerakli spetsifik immun hujayralar tugungacha keladida u yerdagi biologik jarayonlarni, demak ularni eritib yuborish, men hozir endi nimayda oddiy tilda gapiryapman, но фактически o'sha yerdagi сложный strukturalarni, belkovo-lipidniy strukturalarni parchalab elementar substratlarga, demak bu nima, suv, uglekislый gaz va azotli соединениyalarga aylantirib turib tanadan chiqarib yuboradi. Buni tuzalish nimasi mana shunaqa jarayonda keladi. No, bu o'sha biz aytganimizdek tez bo'ladigan proses emas. Bu 6 oydan teri 12 oygacha vaqt talab etadi, чтобы mana shu jarayonlar to'liq ishlab ketish uchun, bu uchun yana boyagi aytganimizdek lecheniya olib ketgandan keyin inson uyida o'sha ovqat yeyishda, dunyo qarashi, sog'lom turmushdagi tarzini nimayda davom ettirishi kerak. Ana shundagina rezultat yaxshi bo'ladi. Bizni klinikamizda davolanib ketgan bemorlarni holatlarini aytadigan bo'lsak, bemorlar egzoftalm bilan, ya'ni o'sha ko'zda chaqchayib turgan holatda yoki bo'lmasam tugun kattalashgan tugunli bo'g'oq bilan kelganda bizlarda ba'zilarida 3 ta kurs bilan, ba'zilarida 2 ta kurs muolaja bilan butunlay so'rilib ketgan holatlar bo'ladi. Nega ba'zilarda 3 ta kurs, ba'zilarda 4 ta kursdan keyin sekin o'zgarishlar bo'ladi? Men hamma vaqt shu narsani aytib o'tganman, hozir ham aytaman. Bu o'sha hujayralar yotgan muhitni qanchalik ifloslanganiga bog'liq bo'ladi. Agarda o'sha ifloslanish titri juda baland bo'lsa, bu insonlarda ham o'sha sog'ayib ketish prosessi uzoqroq bo'ladi. 1 yilgacha, kerak bo'lsa 1 yildan ham ortiq ham bo'lishi mumkin. Agarda mana shu hujayralar bo'shliqdagi muhit ifloslanishi kamroq bo'lsa, ana u insonlarda haqiqatan boya aytganingizdek 2 kurs ham yetarli bo'ladi, чтобы tugunli bo'qoq yoki bo'lmasa toksический zoqdan qutulishiga sabab bo'ladi. Demak, bu o'sha nimani nimaydi muhitini. Endi agar rezultatlarga keladigan bo'lsak, bizda уже yaxshi rezultatlar bor. To'g'ri, hali 1 yilgacha bo'lgani yo'q. No, shu 1 yil bo'lmasa ham insonlarimizda mana masalan 10 ga 8 mm bo'lgan tugun aytaylik 3 oydan keyin уже 6 va 3,5 mm gacha qisqargan. Mana bu nima bor. Adenoma, kattargan adenoma 14 и 10 millimetrli adenomalar qisqargan 7 5 millimetrgacha qisqargan. Yana shunaqa bir tez bo'lgan nimalardan mana 2 kursda bir okamizda nimalarda rezultatlarda 2 ta tugun уже qarang 2-chi kursdan keyin nima qilib borsalar hammasi so'lib ketgan. Mana bukvalni kecha yana bitta rezultatimizda oldik. Bir 18 yoshli qizchamizda 3 ta tugun bo'qoq bo'lgan. 3 kursdan keyin nimayda shitavidniy железа to'liq уже o'zini formasiga nimayda o'zini strukturasiga qaytgan. Demak, butunlay so'rilgan. Da butunlay so'rilgan.
Hozir toksik buqoqni ham aytdingiz, ya'ni autoimmun tiroidit haqida ham qisqacha savol bermoqchi edim. O'sha toksichеский buqoq bazidov kasalligi bo'ladi. Bu yerda o'sha tireoglobulin shunchalik ko'payib ketadiki, biokimik jarayonlar intensiv ketadi. Shuni orqasida o'sha traditsion meditsinamizda tirazol berishadi. O'sha tireoglobulinni parchalaydilar va mana shuni побочный действиясini stimulировать qiladi. No, endi qarang, agar shu turishda o'sha yallig'lanish prichinasini olib tashlanmasa, bu bir umrga davom etishi kerak. Bu inson постоянно tirazol ichishi kerak. Shu bilan bir qatorda biz bilishimiz kerak, tirazolning o'zini побочный действиялari bu o'sha jigarga, tam buyrakka, o'pkaga, miyaga, quloq nervlariga nojo'ya ta'sirlar, bu anemiyaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu bilan chegaralanib qolmaslik kerak edi. Tam mana bu hujayra miqyosida davolanadigan mana shu injek medical klinikasida kelib turib, o'sha immunitetini mustahkamlab, o'sha kasallikni keltirib chiqargan faktorlarni tanadan chiqarib olishga sposobsiz qilish kerak. Autoimmunniy protsessda ham xuddi shunday. Вообще autoimmunniy protsess deganda bu nima degani? Nima uchun autoimmunniy protsess ketadi? O'sha shitovidniy железа da hujayrasi juda ham yaqin boyagi nimaga aytishimiz mumkin, ifloslanishi, displaziya yo'q. Ya'ni nima deydi, immuniy tizim ko'radi, bu normalniy hujayra emas, shitovidkada deb unga nima deydi, spetsifik antitillarni ishlab chiqarib turib, uni buzishga harakatida bo'ladi. Shuning uchun qarang, bu yerda ham o'sha hujayralar bo'shliqda tozalasak, muhitni tozalasak-da, hujayralarni tozalab bersak, тогда immuniy autoimmuniy protsess ham nima deydi, o'z-o'zidan bu yerda bu nima deydi, вопрос ham o'z-o'zidan решаться qilinadi. Ko'p obunachilarimizdan, kuzatuvchilarimizdan savol berishadi. Natija ko'rgan real bemorlar bormi deganda, biz Furqat aka aytganlaridek doimiy postli natijalarimizni o'zimizni Telegram kanalida tashlab boramiz. Ya'ni bizdan muolaja olguncha bo'lgan gormonlar analizi, qon bez, ultratovush tekshiruvlar, boshqa tekshiruvlarning doimiy postli natijalarimiz bor. Bu albatta birlamchi bizni o'zimiz statiyalar uchun o'zimiz yig'ib boryapmiz va qo'shimcha o'sha kuzatuvchilarimiz uchun ham kanal ochib qo'yganmiz. Unga ham o'sha tashlab boriladi. Bizni injek klinikamizda davolanib natija olgan bemorlarimizni natijalarini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, mana Telegram ostida link qoldiramiz. Shu orqali qo'shilib olishingiz mumkin. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda biz tugunli buqoq kasalliklari, autoimmun tiroidit kasalligi bo'yicha va displaziya, rak kasalliklari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Qaysi holatlarda displaziya xavfli o'smalarga aylanishi mumkin va unda qanaqa taktika qilish haqida qisqacha ma'lumotlarni berdik. Tugunli buqoq kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklari bo'yicha, umuman 14 ta tizim kasalliklari bo'yicha qanaqadir sizga shikoyatlar bo'lsa, kasalliklar bo'lsa, bizni klinikamizga kompleks statsionar davo olishlaringiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizlarda qalqonsimon bez kasalliklari bo'yicha, nafas a'zolari kasalliklari bo'yicha yoki bo'lmasam oshqozon ichak trakti kasalliklari bo'yicha, umuman 14 ta tizim kasalliklari bo'yicha qanaqadir shikoyatlar bormi, kasalliklar bormi, bizning klinikamizda bemalol kompleks davolanib muolaja olishingiz mumkin. Klinikamizning manzili Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Nurziyo 42-uyda joylashgan. Tafsil ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Furqat aka, bugungi ko'rsatuv juda ham qiziqarli bo'ldi. Xudo xolasa kelajakda bundanda qiziqarli videolarni, xalqqa manfaatli bo'ladigan videolarni olishga harakat qilamiz, chunki ilm, meditsina cheksiz. Doimiy o'qish, doimiy izlanish talab qiladi. Shuning uchun bugungi suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Salom.